insonlar ikki toifaga bo'linadi. Amali tufayli sinovda bo'lgan va marhamatda bo'lgan. Shunday ekan, boshida munosabat tushgan insonga ko'mak bering va Alloh rahmatidan umid qilib boriga shukr qilishni o'rganing. Nuh alayhissalom. Befoyda so'zlarni kam gapiring. U qalbingizni odamiylik tuyg'usidan uzoqlashtiradi. Nuh alayhissalom. Orzularingizga faqat sabr qilish bilangina erishasiz. Tilaklaringizga orzu qilgan narsalaringizdan voz kechibgina erishasiz. Zinodan saqlaning. U qalbni egallab insonni fitnaga yetaklaydi. Nuh alayhissalom. Johillar oldida hikmatlarni aytib uni xor qilmang. Ammo bilganlaringizni o'zingizda saqlab ham hikmatga zulm yetkazmang. O'gitlarni kerakli joyda o'rnida aytib savobni ko'paytiring. Agar zolimlardan bo'lsangiz, Alloh sizni qadringizni insonlar orasida ko'taradi. Nuh alayhissalom. Tilga e'tiborli bo'lgan, xonadonni o'rtasida tutgan va xatolarga tavba qilganlarga Allohning rahmati bo'lsin. Nuh alayhissalom. Mol dunyoga muhabbat qo'ymang. Vaqt kelib, u sizni qilmasin. Moddiy boylikka hirs qo'ygan odamning boshida katta falokat kelishi aniq. Ma'naviy boylikni egallagan inson ikki dunyo saodatiga erishadi. Nuh alayhissalom. Qalbini mol dunyo egallagan inson hayotida 3 ta narsaga bog'lanib qoladi. 1. Muammolar keti uzilmaydi. 2. Hayotidan qayg'u arimaydi. 3. Amalga oshmaydigan orzular sarobi. Nuh alayhissalom. Dunyo bir ko'prikdir. Ko'prikni tomosha qilishga vaqtingizni sarflamasdan, yaxshi amallaringiz bilan shu ko'prikdan o'ting. Nuh alayhissalom. Yolg'onchida go'zallik bo'lmaydi. Behuda bahslashadiganlar o'zligini yo'qotadi. Tashvishlardan o'zini ruhlantirib, qutulolmaganlar ko'p xastalanadi. Nuh alayhissalom. Odamlarning sen haqingdagi gaplari seni ranjitmasin. Bu gaplar yolg'on bo'lsa, savobni sen olasan. Agar rost bo'lsa, qilgan xatoyingning jazosini darrov olganing uchun bitta gunohingdan qutulgan bo'lasan. Nuh alayhissalom.